Men qara, точно Sardobadagi New-York deganmidi? Shu deganda. Adashmayapsanmi? Yo'q. Narxlari qanaqa degan edi? Bu Aldamayapsan. deganda Optimga ham, Donaga ham bir xil degan. Qara, Namanganga kelib meni eng qimmat magazinga olib kelmadingmi? Yo'q, eng arzoni shu ekan. Qaraman, yur, bitta ko'raychi narxini, yur. Manimcha qayerda ko'rgansiz? Mana 100 mingdan jinsilar bor ekan. Aniq qarang, 150 mingdan dvorkalar bor ekan. Qayerda ko'rgansiz? Nima yoqda bo'lsam, 180 ming yozib qo'ygan. 180 ming yozib qo'ygansiz. Mana bitta ko'rmayapsizmi? Ko'rsatib yuboryapti. Skidkasini ko'rmabman. Ko'rsatib yuboryapti, xalq ko'rsin. Yoqyaptimi bular hammasi? Hammasi Yo'q, chunki. bu Namanganda birinchi nomer 1 mana shu New-York magazin ekan. Agar hozir ikkita yana narsa ko'rsatsang, rostdan ham agar shu ikkalasi arzon chiqadigan bo'lsa, tan beraman, mana shundan ikkalamiz bir xil chotki look qilib ketamiz. Bo'ladimi? Yo'q. Qarab boringlar menga. Manimcha qarang, dahshat dvorka topib qo'ydim. Bu чисто Pekin fabrichni narxi 250 ming so'm. Bunaqa narxga hech qachon topamiz. Ketib ko'raylik shuni. Bir xil qilib yuraylik. Bo'pti, ketdik. Bu do'konda hijobli hamda hijobsizlar uchun katta assortimentda kiyimlar ham bor. Menga eng yoqqan tarafi, bu do'konda 12 viloyatga dostavka bor ekan. Agar sizlar ham Namanganga kelsanglar, albatta shu do'konga bir marta bo'lsa ham kirib o'tinglar. Hammalaringga tavsiya qilaman va bizni kuzatishda davom etinglar.